Xo'p, demak, mana yoqdan o'tamiz mashinani akalar. Barda cho'gini hol tekshirganimiz yo'q. O, vipinki. Yaxshi akalar. Xola ham ko'rdi. Yaxshi akalar, mana tomonga o'talmas ekan. Buni tushirib yuboramiz akalar. Tushaverishga. Keyin akalar sekingina mana yoqqa o'tsak, xola shu arbaletni otishga ham atberga kerak bilan akalar. Xola kelyapti, voy. Muzga tushiramiz. Xola, qo'ndaysiz. Zo'r akalar, muzlab ketdi xola. Salom do'stlar, Abdulhamid kanaliga xush kelibsizlar. Va do'stlar, bugun biz sizlar bilan birgalikda Green Apple o'yinini hard rejimda o'ynaymiz. Mana do'stlar, o'zlaring ko'rib turgandek holat devorning orqasida turibdi akalar. 1-2 marta akalar o'ynab praktika qilib ko'rdim. Keyin bir ikkita narsalarni ham top mashinamizga joylab ko'rdim. Tabiiyki xolani ko'rishi tugadi. Endi surib yubormaymiz akalar. Birdan mana shu eshik yo'q. Mana yoqda ham ochib ketaylik akalar. To'g'rimi? Birdan keyin kitobni qo'yib yuborishga qulay bo'ladi. Xo'p, xola kelmayapti. Xolani akalar hard rejimga qo'yganmiz, shuning uchun o'ta tez. Mana yoqlarda ham tekshirib ketaylik akalar. Zo'ra mashinaning narsasi chiqadi desam chiqmay, kitob ham akalar shu yerda turgan ekan. Yaxshi sekingina o'tamiz. Xola javob kelmasin akalar. Tamam, mana yoqda ochayotgan paytimiz. Xo'p, endi bu yoqdan akalar nima berar ekan? Mashinani kalti chiq. O akalar pedalaki chiqdi, lekin pedalaki ham bizga kerak bo'ladi. Mayli akalar, bu tomondan o'tib, mana uni ochay desam, xola ko'chaga chiqib ketganda endi ovozini eshitib kelar. Mayli akalar, katta ehtimol bilan ulgursam kerak. Ulgurmay qolsam o'lib ketaman. Mashinani tayinasi qolib ketibdi. Mayli akalar, shoshilmasak bo'lmaydi. Bo'lar tomosha qilib o'tirishga vaqt yo'q. Masalan, akalar xola kelib qolsa, mashinani atrofda aylantiray desang, akalar mashina ham yo'q tepada. Xola kelib bo'pti. Ko'rmang xola, jonim yaxshi akalar, ko'rmadi, xola g'ilay bo'lib qolgan bor-ku. Davay, buni bu yoqqa tashlaymiz. Endi xolani do'stlar, aqli yo'q, nima deysizlar? Qopqonga ehtiyot bo'lamiz akalar. Ovoz chiqsa akalar, o'sha tomonga qarab faqat surishdi bular. Xo'p, demak, mana yoqdan o'tamiz mashinani akalar. Barda cho'gini hol tekshirganimiz yo'q. O, vipinki. Yaxshi akalar. Xola ham ko'rdi. Yaxshi akalar, mana tomonga o'talmas ekan. Buni tushirib yuboramiz akalar. Tushaverishga. Keyin akalar sekingina mana yoqqa o'tsak, xola bashliga kirib ketadi desam, sal qoldi akalar. Men zinadan kelib boraman deb o'yladim. Endi akalar odamda baribir qo'rquv bo'ladi-da, to'g'rimi? Hozir bizda vipinki bor. Xola hozir unutadi. Unutib ham bo'ldimi deyman-da. Borib akalar o'zimizda arbalet jonda olamizda. Bitta o'q bilan akalar xolani uxlatib olamiz, lekin xolani uxlatmasak ham bo'ladi akalar. Ishda qilib ketsak ham bo'ladi. Xo'p, mayli akalar. Arbaletni ochamiz. Qani bir chiqamini olamiz, ovoz chiqarmaymiz akalar. Xola cho'p kelishini xohlaman akalar. Xolani pastdagilar muzga qo'shamiz. Xolani muzlatishni yaxshi ko'raman. Koda shatkanni bir bo'lagi ham akalar shu yerda ekan. Ammo bizga hozircha kerak yo'q. Mana yoqda ochamiz akalar. O'ylaydi oldini ko'pincha kerakli narsalar akalar aynan mana shu yerda bo'ladi. Qani akalar, nishonga o'tamiz. Tiysin, nima bo'lsa ham tiysin. Yaxshi akalar, tiydi. Endi bu yoqda ochamiz. U muz bor ekan akalar. Har doim akalar o'zimiz mana shu yerda turadi. Nimagaligini bilmayman. Buni mana shu yerga qo'yamiz. Akalar salgina qiyshiq bo'lib qoldi. To'g'rilab qo'yamiz akalar. Yaxshi, endi pastga tushib ko'ramiz. U bolg'a bor ekan. Yaxshi akalar, xola kelyapti. Kelib bo'lmabdimi o'zi? Yo'q akalar. Bolg'ani mana shu yerga tashab qo'yamiz. Chunki o'zlaring bilasizlar akalar, bolg'a bizga vaqtida ko'p joyga kerak. Qani buni ol. O'qni ham olamiz akalar. Xolani albatta o'tish kerak. Birinchi bilan kalasini tushirib yuboramiz akalar. Xola bu yoqqa kelsin, chunki go'sht tiyib yotibdi akalar. Xolani ana shu odati juda ham menga yoqmaydi. Nimagadir kelmayapti akalar bu xola. Xola kelyapsizmi? Bilan kalasini tiyib desa, kalasi ham yo'qdi akalar, tushib ketdi. Mayli, shu yerga ovoz chiqaramiz. Shu bir narsadan qo'rqyapman, hozir muzdan o'tib kelib akalar yedirami deb. Qani bilachika buni ol. O'qitib olib bilachika, xola kelyapti. Yaxshi akalar, muzga tushdi. Endi yana qaytarib tashlaymiz akalar. Shuncha olganga yarasha xolani ham akalar sindirib yuboramiz. Mayli, 30 sekundga ketdi akalar. Xola harta turibdi-da. Endi nima deysizlar? Xo'p, demak birinchi navbatda akalar oborib kitobni qo'yib kelamiz. O'zi mo'ma akalar sudralib chiqib bizga kalt qo'yib turguncha biz akalar bu yoqda ishlarimizni qilaveramiz. Qani mo'ma? Bo'ldi akalar, Angelina Spider'ni kaltini hal qildik. Hozir akalar ozgina vaqtga bormay xola ham akalar tirilib qolar. Cho'ta endi akalar bu yoqqa xolani muz bilan beramizmi deymanda, eng qiziq akalar mashinadan qochishga qiziqyapman bo'lgan akalar shu yerga tashab qo'yamiz. Xo'p, pastda arbaletimiz bor. Bu yoqlarda tekshirganmiz, 2 martalab akalar tekshirib qo'yamiz. Chunki bir narsani akalar ko'rmay qolgan bo'lishimiz mumkin. Xo'p, bizga muz kerak akalar. Muz yaxshi, arbaletni ol, o'qini ol, xolani ot deb o'tirmaymiz akalar. Kamiga atverkani ham
bo'lganmiz akalar. Shu arbalet otishga ham atberga kiri bilan akalar xola kelyapti voy. Muzga tushiramiz. Xola, qo'ndaysiz. Zo'r akalar muzlab ketdi xola. 30 sekundga ketish yomon akalar. Shu xartni ham 1 daqiqa qilib qo'ysa bo'lmaydimi? U yoqqa borib kelguningcha 30 sekund o'tib ketadi. Mana yaxlar demaklar tez tekshirib olaylik, keyin kirolmaymiz akalar bu yoqqa. U keskich akalar mana shu yerda turgan ekan. Keskich bizga yagona bitta joyga kerak bo'lishi mumkin. Shu o'rgimchak tomonga kerak bo'lib qolishi mumkin. Xolatirilganmi deyman-da hozir. Qaysidir tomondan bir ochga qondaysan deb akalar xola chiqib kelaydigan odati borda, pastdagi o'rgimchakda aytayotganim yo'q akalarim. O'rgimchak tomonga kerak bo'ladi deb xolaning o'ligini ko'rib qo'rqib ketdim. Bo'ldi akalar, yo'qoldi. Yana qaytadan muzni tashlaymiz. Xola tirlab pastdan chiqib kelmasa bo'ldi akalar. Pastdan chiqib kelsa qochaman deb o'zim muzga tushib, xolaga tutilib qolmasam bo'ldi akalar. Pastdan tirilmasa kerak, yo ikkinchi etajdan tirilib, tirilib bo'pti akalar xola. Mayli yonidan o'tib ketamiz. Xolani otgan paytim qo'rqaman akalar. Yoniga borsam qasrda deb akalar shabadakidan qo'yib yuboradi deb momayam akalar kalti turibdi. Yaxshi. Buni mana shu yerga tashib qo'yamiz. Hozircha kerak emas. Chunki akalar bizga birinchi navbatda bolg'a kerak. Bolg'ani ham olib qo'yamizmi yoki akalar birdan qasr-qusur operatsiyasini boshlaveramizmi? Mayli akalar eshikni yopamiz xola, chunki hozir 6 sekundga qolmasdan tirilib keladi-da. Buni bossamiz bu yerga akalar. Qo'yamiz, tushiramiz. Xola tirildimi deyman-da. Juda kimdadirda qadam tovushi eshitilyapti. Bu mashinani kalti ham kakrasa akalar mana shu yerda turgan ekan. Yaxshi. Bunday tashlasak mashina tomonga tushdimi kana? Mayli akalar, tushgan bo'lsin-da nima bo'lsa ham bizga akalar kamerani o'rib o'tirmaymiz. Birdaniga akalar xolani mana shu yerga chaqirib, o'zimiz akalar vanna tomondan surib olamiz akalar. Xola kelsin, nima bo'lsa ham ko'rmasin. Yaxshi akalar, ko'rmadi. Endi bitta fint qilib ko'rgandim akalar, xatta qilib ko'rganman, faqat ekspert akalar qabul o'tirmanglar. Qanavachga yo'q. Endi akalar mana yoqda o'tamiz. Shu yerda negadir polda ovozi chiqmadi. Juda ham g'alati. Xola chiqdimi kana? Xola chiqdingizmi? Eshik ochiq ekan akalar. Akalar xola qayerlardadir yuribdi-da. Shuning uchun akalar o'zimizni bitta uslub bor, o'shani qo'llaveramiz. Mana uni akalar kalti mana shu yerga tashlasak, xola qayerda bo'lsa ham akalar qayrochi devorning narigi tarafiga keladi. Ketdimi kana nima deysizlar? Qadam tovushi to'xtadi da akalar. Xola yugurib mana shu yerga to'xtagan. Buni akalar mana yoqqa bir marta o'tamiz. Xola akalar o'sha tomonga o'tdi, menimcha ko'rmadi deb o'ylayman. Ko'rmadingizmi? Ko'rganda kelardi akalar, sekinlik bilan o'tamiz. Yaxshi akalar, xoladan qutuldik. Polg'a jirdab ketdi akalar. Hozir izimizdan xola chiqadi. Mana eshikni yopib ketay akalar, eshiklarda yopib ketish akalar menga juda ham yoqadi. Hop, buni ochamiz kirib. Yaxshi akalar, o'rgimchakda uyga ham kirib oldik. Anjelina yoqmaydi akalar, mana shu eshikdan chiqaman desam, ayniqsa hard rejimda bo'lsa, yaqinda turgan bo'lsa, ikkita akalar oyog'imni, qo'limni bilmayman, o'shasi bilan tortib olish akalar yo'qmaydi. Akalar yugurib o'tib ketdi. O'sha tomonga o'tdi akalar, biz esa mana bu tomonlarni tekshiramiz. U mashinaning narsasi tezlik bilan olib birchiga Angelina Spider akalar bilib qolib iziga qaytsa, biz akalar tutishi mumkin. Qani akalar kelyaptimi? Yo'q akalar, kelmayapti. Xola ham qayerlardadir yuribdi-da hozir. Mana yoqqa tushsak, nima bo'lsa ham kelib qolmasin akalar. Xola yo'qmi akalar o'zi? Yo'q akalar, xola. Qani akalar, yuguramiz akalar mana yoqqa. Hozir xola keladi akalar qaysidir tomonga. Mashinani akalar generatorni ham olib borib, mashinaga qo'yib beramiz. Xola ko'rmadi akalar. Yaxshi. Mana eshikni ham akalar yopib qo'yamiz. Endi akalar tepaga chiqamiz. Qonvoy qopqonga tushdi. Qani bilan tushga och. Yaxshi akalar, xola biron marta ham xola akalar bizni narigi dunyoga jo'natishga ulgurmadi. Va akalar bu cho'tga deganim. Xo'p, buni mana bu yoqqa joylashtiramiz. Xola ko'rmadi akalar. Yaxshi. Hozir mana shu yerda turibdi-da, chunki akalar aynan mana shu yerda polg'a jirdab ketdi eslaringda bo'lsa, xoladan yuvorishini o'tirgan foydasi yo'q. O'zimizni ko'rsatamiz akalar. Mana bu tomonga kelsin akalar, keyin xolani uxlatib qochib ketamiz. Qani xolajonim, devor orqasiga turing, uzoqroqqa turamiz akalar. Xolani odatlarini bilaman-da akalar, devor orqasidan ham urib borishdan qaytmaydi borku. Xo'p, mashinani nechtadir narsasini topdik. Yana nechta qoldi ekan? Xo'p, mana akalar mashinani kalti shu yerda turgan ekan. Yaxshi, u ichida tarvuz bor ekan, davay. Tarvuz akalar suramiz va akalar tarvuz borib chiqamiz. Ana shu tarvuzni ko'rganimda
har doim akalar qoyil qolamanda buni tarvuz deydi, lekin qovunga o'xshab yotibdi borku, menimcha akalar qovun bilan tarvuzni chatishmasdan bo'lgan bo'lsa kerak. Bilsalar akalar kommentariyaga yozib yuboringlar. Menga juda ham qiziq. Keyin akalar bu mod qayerdan yuklayman degan birodarlar uchun endi Telegram kanalimga tashab qo'yaman. Chunki akalar ko'p linklar bloklangan bo'ladi. Kanalimga shuning uchun akalar tashalmayman, tashlasam kanalni bloklab yana nimadir qilib yuborishi mumkin. U begzinam shu yerda turgan ekan. O'tgan kun bitta fint o'rgan edim. Akalar qaranglar, men uni chopishni ko'rasizlarmi akalar? Birinchi chopishni bosib, keyin akalar tarbizni qo'yapman. O'sha akalar xolani o'yinini o'ynayver akalar, biz ham vahshiy bo'lib ketdik. Hozir akalar xola keladi, eshikni ochadi akalar. Biz sekingina orqasidan kirib o'tirmaymiz-da, birdan akalar mana shunday kirib boramiz. To'g'rimi xolajonim? Qo'lib ketyapti akalar. Xart bo'lsa ham akalar, xart odam o'ynayverib, pashta akalar o'rganib oldi-da, endi nima deysizlar, to'g'rimi? Buni ham mashina olib kelib qo'yamiz, xola kelyapti. O'tir bir ochgan orqangdan mana xolang keldi. Yaxshi, endi switchani qayerga joylashtirardi? Akalar o'sha tomonga joylashtirib, yaxshi narigi tomondan o'tib joylashtirish kerak emas ekan akalar, bo'lmasam xola uni tushun akalar kutishga to'g'ri kelardi. Yebi xola nimagadir ko'rinmay qoldi akalar, to'qmoq ko'rinib turardi devordan. Akalar uni to'g'ribdi deymay akalar, bizni xolamiz ham qo'valayverib joniga teydimi deyman-da akalar, mashina tomonga o'tib olaman. Shu bilan akalar xola uxladi. Hop, mana shu muzdan ehtiyot bo'lib o'tamiz akalar. Shu muzdan qo'rqaman-da, nimagadir akalar bak bo'lib qoladi deb o'ylayman-da. Bosgan paytim muzlatib tashlasam, xola cho'p kelib akalar to'qmoqdan bersa qocholmasak, akalar yomon bo'lar. Xo'p akalar, mana bu yerdan o'tirib kiramiz. Akalar hamma tishiga qo'rqinchli tish ko'rsa bilasizlarmi, qo'rqib chiqadi borku. Men akalar qo'rqinchli tish ko'rsa maza qilib chiqaman akalar. Kechasi bilan xola akalar tishimga kirib chiqadi bor, kechasi bilan o'ynab chiqaman maza qilib. Buni mana shu yerga tashlasak, ko'ryapsizlarmi akalar? Yo'l akalar, men qarochi fintlarni bir bolalarda akalar o'ylab topayapman. Xola ko'chaga chiqadi akalar. Biz borib begzinda ovoz chiqarmasdan o'tib akalar sekingina qo'yaveramiz akalar. Nima bo'lsa ham xola kelib chalg'itmasa bo'ldi. Yo akalar, xolani o'ldirish kerak, mana begizni mashinaga qo'yish uchun yoki bir barabattar qilish kerak. Devorga suyanib o'tamiz akalar. Yaxshi polg'ajirdib ketmadi. Endi mana uni mashinaga qo'yib yuboramiz akalar. Mashinamizga akalar mana begizni ham to'ldiryapmiz. Lekin bu mashinadan endi qanday qochar ekanmiz akalar? Devorlar teshib o'tib ketaman. Eslaringda bo'lsa, bolg'a bilan urib akalar tepaga yog'och-pog'ochlarni ham qo'ydik. Keskichni ham akalar mana shu yerga olib kelib qo'yganmiz. Xola akalar eshikni ochyapti. Tez yugurmasak akalar cho'ta ulgurmaydiganga o'xshaymiz, o'tirib o't. Shu yerdan akalar shu yerga kelib loyga o'xshab tushib ketkim yo'qda. Xo'p, endi mana bu yerga kesamiz, ichkaridagi birinchni ham olamiz. Bu yoqda ochamiz, tepani ochsamikan, ochmasamikan, xola kelib qolsa yomon bo'ladi-da. Mayli akalar, o'diramiz. Qani bir ichga. Yaxshi akalar. Ana shu chekkada o'tirib turamiz, palom g'ijirdadi akalar. Hozir xola bizni ko'rmasdan o'tib ketadi. Ko'rmadi akalar. Oldingi xola bo'lganda bitada ko'rardi borku, lekin bu xola qandaydir sekinroq yugurar ekanda akalar. Kamiga ko'rish inosi ham akalar vobshe tapas. Nima bo'lsa ham bak bo'lib akalar. Eshikni birdan ochib o'rmasin. Qani bir ichga yugur. Xolamiz orqadan kelib qolishi mumkin. Buni yop bir ichga o'tir kir. Yaxshi akalar, ulgurdik. Yana nechnadir narsasi qoldi. Yana ham bilmayman akalar, narsa qolmagan bo'lishi ham mumkin. Bularni burab akalar boltlarni qotiramiz. Tag'in mashina haydayotgan paytda boltlar uchib ketib akalar, mashinamiz yarim yo'lga borib tutib qolsa, xola naqd yeydiradi akalar. Mana shu yerda mashinani kalti bor edi. Menimcha akalar buni qo'ysak, mana akalar mashinadan qochsak kerak. Yebi akalar mashina yer to'lada paydo bo'lar ekan bilmovdim. Xola lekin akalar bizni ko'rdi. Kelyapti. Bir ichga tez bu. Bir ikki marta akalar mana shu yerdan tortib olib turib meni urgan. Mana do'stlar, xolani uyidan qochib ketdik. Agar do'stlar video chamiz yoqqan bo'lsa, bitta like va do'stlar obuna tugmasini bosib qo'yishingizdan chiqmasin.